kelin 18 yil 20 yil onasini uyida erka bo'lib yashab keldi, tayyor uy joyga, boquvchiga uylarni qurdi, qaynona yangi. O'zbekiston xalq artisti Ra'no Roshanning gaplari ayrim ayollarga tegib ketib qoldi-yu va to'g'ri gap o'zi hech kim yoqmaydi. Ya'ni nima deyaptilar? Ayollarga jannatni eshigini kalitini ko'rsatib ketyaptilar, mana deb. Ya'ni kimki qaynona qaynotani xizmatini qilsa, undan kim rozi bo'ladi? Er rozi bo'ladi. Er rozi bo'lgan ayolga nima va'da qilingan? Ana undan keyingi masala. Qachondan boshlab yoshi katta insonlar nasihat qilsa, yoshlar uni ustidan kuladigan bo'lib qolgan. Men internetda ko'rdim, juda ham qattiq kulishyapti. Nasihatga kulish kerak emas, nasihat eshitiladi, tinglanadi, amal qilinadi. Men Ra'no opam yonlarida 4 yil musiqachi bo'lib yurganman, 4 yil. Qanaqa insonlarni men juda ham yaxshi bilaman. Juda ham yaxshi insonlar, qo'llari ochiq, oilalariga mehribonlar, shogirdlariga mehribonlar. Bu to'g'rimi ekan shu ishlar? Ana undan keyin bir narsani o'ylab qoldim. Nimaga O'zbekistonda ajrimlar ko'p? Mana shunaqa qizlar erga tegadi, hech kim mensimaydi borgan joyida. Qaynona qaynotani bir tinga olmaydi. Ana undan keyin men erkakman degan odam sekin chaqiradi, siz uyingizga keta qoling, sizga javob deydi. Mana shunaqa tilli yomonligi mana shunaqa oqibatlarga olib keladi. Ya'ni ajrimlarga olib keladi. Ra'no opa, sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. O'zbekiston xalqi juda ham yaxshi ko'radi. Xalqimizning xizmatidan charchamang. Umringiz uzoq bo'lsin. Shogirdlaringiz xalq sizni juda ham yaxshi ko'radi. Rahmat katta.